oldu bu. Bu var. Aşağı mı oldu? Kızar ki. Öttüm. Nerede? Şapkakta kaldı benim. Ana yanınızda. Keşke mi olmuş? Muhammed tişörtte kop gitti de o abimiz olmadı. Nerede tişört? Ne? Ha metrada. Koyun düşürtüsü 58 yarım gel. Sen 60'a koydun mu? Hadi gidelim bakasın. Mana aziz obunachilar, mana ishlar boshlanib ketdi. Mana ustalarimizni tanjoni sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana boshlashdi. Juda xursandman. Ilohim, ehson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu yerlar istashga asbal bo'lsa, qizim mazza qilib o'ynab yuradi, xudo xolasa hali. Usta aka, sizga ertaga surpriz olib kelaman, xudo xolasa. O'zingiz ham rosa xursand bo'lasiz-da. Bo'laveradi mayli. Usha. Mana chiroyli bo'lib boryapti. Bo'ldimi? Mana yog'ochlarimiz oz qolgan. Mana ular ishga yaroqsiz ekan. Ular bo'lmaydi ekan. Bunaqa tevadagi shtumlariga, shunaqalariga ishlatish bo'lar ekan. Mahkamda sen ushag'ini tashlayapsan pastga. Sen qilish Biram xursand bo'lib ketyapman. Alloh baylashing kerak. shukrlarga yetkazganiga shukr. Allohim Azantajda turganligingda fotosi tushib ketadi. hamisha yuzimiz yorug' bo'lsin. Yarmida tevaga bo'lsin Muhammad. Dilafruzam yuzi yorug' bo'lib, Qo'lingda ol. mana shu proyektlik boshlagan ishlari ilgari bo'lib, proyektlarni yorug' yuz bilan topshirib, oilasiga borishga nasib qilsin ilohim. 58 ga o'lchachi qancha qolaring chekkasi. Avazda 15 santimetr bor. Tag'ini qo'yamiz. Yo'liga tomon. Narigi bu yaxshi bo'lsa, qarovullar bu oldiga qo'yaveramiz. O'zi bitta qoldi-yu, ustimi ikkitasi? Ha, ikkizmidi? Keyin Muhammadga berib olish kerak. Ana oldin duvoshmi deyardiki, bunchaki idishlarda rang. O'shandaqalarda duvoliga patalyolarga ham gul solishadi. Muhammad tog'a bo'lar, Muhammad salqinroq bo'lsa yurib borib. 500 qarz bilan nima? 2 million 700 mingdan 1 million chiqarib yuboring dedi. 1 million 700 Ha bo'ldi, shu yerda nima ma'no? Bersa beradi, bermasa bermaydi. Ana o'shani Mo'la olib kirib qo'ymakka olib kirib yuboraymi? aka qo'yib qo'yor. Yo'qsa rasvo bo'laydi, qolmasin. Yo'qmaydi, aka qo'y. Aka vodiyda yozaymi? Qating. Ravotni ochinglar. Ana men bora, qayga yozib keyin nechiligini. Mana taxta yog'ochlarni hozir usta nimasi bilan qarzga olib kelyapmiz azizlar. Qarzga olib kelmasak, ishimiz ancha to'xtab qolar ekan. Shuning uchun Usta chaqiruvda olib keldi. usta chaqiruvda olib keldik. Mana usta tog'amiz. Yog'ochni olib keldi, mana tushiryapman. Hozir pul berib yuborish kerak, shu.
Vaqtlar bo'lganidek. Ha. Bular ketamiz. Nima ish bor deyishuvdi.